30 yildan beri tayyorlanib kelayotgan ilik sho'rva haqida gapirib beraman. Bu oddiy sho'rva emas, bu haqiqiy kollagen. Bu sho'rva naq darmon dorini o'zginasi. Bo'g'im og'riqlariga deysizmi, oshqozonni yaxshilash uchun deysizmi, holsizlarga quvvat, keksalarga darmon, ichgan odam maza qiladi. 8 soat davomida qaynab, suyaklardan go'shtlari yu paylari, iliklari ajrab sho'rvaga chiqadi. Bu hash sho'rvasini 30 yil oldin Rustam aka tayyorlashni boshlaganlar. Suzilishiga e'tibor bering. Ozgina to'g'ralgan xamir, piyoz ustiga sho'rvani quyib berishadi. Yoniga bittadan somsa olsanglar, yana ham maza qilib taomlanasizlar. Bu yerda o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ekan. Idish-tovoq va yaxni ichimliklarni olgandan so'ng yoki ichkarida yoki tashqariga joylashsanglar bo'ladi. Bu sho'rva issiq kunda ketmasa kerak deb o'ylovdim, lekin maza qilib ichib oldim. Holsiz yurgan odamlarga ayni muddao. Kasal ko'rgani borsangiz ham saboyga soldirib olsangiz bo'lar ekan. Somsalari ham juda zo'r ekan, ichi to'la go'sht. Ilik sho'rvani bir kosasi 20 ming so'm ekan. Rustam ilik sho'rva Chilonzor 20-kvartal 200-maktabda ro'parasida joylashgan. 11 dan 3 gacha ham sho'rvalar bo'ladi. Bemalol keverasizlar. Bu videoni saqlantirib qo'yinglar. Albatta adanglar bilan oilalarni olib kelish uchun asqotib qoladi.